Assalomu alaykum azizlarim, yaqinlarim. Men Namangan shahridagi Nanay qishlog'idaman. Nanay qishlog'i 12-13 asrda tashkil topgan ekan va rivoyatlarga qaraganda, hozir meni ekranimga qaraganda, Nanay qishlog'idagilar asosan chorvachilik, dehqonchilik bilan shug'ullanishgan. Men mana shu hozir ko'chalarda yurdim va mana shunaqa o'zimizning qadimiy paxsa devorlarini ko'rdim. Ya'ni fundamenti mana shunaqa toshlardan qilingan va usti somon suvoq bilan o'ralgan loy devor. Lekin bularning orasida juda ham chiroyli hovlilar ham bor. Nanay degan so'zini bir agar Instagramlardan olib o'qiydigan bo'lsak, mana shu yerga kelgan mehmonlar oldiga issiq non qo'yilgan ekan. Va mana shu issiq nonni suvni shaldirashini qaranglar, chiroyligini. Mana atrofida qizlari bor va mana shu issiq nonni qo'yganda non ay deyishgan ekan. Voy deb degan ma'noda non ay deyilgan ekan. Va mana shu Nanay qishlog'ining ismi kelib chiqqan ekan, ya'ni Nanay bo'lib. Tabiati juda go'zallik, juda ham go'zal, dam oladigan maskan deb aytsak ham bo'ladi. Va hozir mana shu paxsa devorlar orasida, qaranglar, qadimiy devorlar, mana shunaqa yangi zamonaviy usulda qurilgan uylar ham bor. Teraklar juda ham baland, qadimiy teraklar. Ko'chalarda mana shunaqa ekronni kattalashtiramiz. Bizda olxo'ri deydi, bu yerda g'anjali deb aytilar ekan. Mana shunaqa mevali daraxtlarni ko'rishingiz mumkin. Nanay asosan olma yetishtirish bilan mashhur ekan. Balki men ko'chalarda hozir o'tganda ko'rsataman. Shunchalik olma ko'p, hayron qolasiz. Mana shu yerdan ko'rsataman. Boyga aytgandek, ba'zi uylar nima desam ekan, mehmonxona sifatida ham ta'mirlangan ekan. Ya'ni bu yer tabiati go'zal bo'lgani uchun insonlar mana bu yerlarni mehmonxona sifatida ham topshirishar ekan. Shu yerdagi bitta hovliga kirdik. Bu mana shu Nanay qishlog'ida mehmonlar uchun tayyorlangan hovli. Bunaqa hovlilar juda ham ko'p. Boyga aytgandek, tabiati go'zal bo'lgani uchun mana qaranglar, bog'. Mana shu yerda juda ham go'zal bog'. Hayron qolasiz va bu yerda mana xonalar qilingan mehmonlar uchun. Bu yerda yana alohida xonalar bor ekan. Ya'ni oilaviy kelib mana shu yerlarda dam olishingiz mumkin. Juda ham go'zal qilingan va bog'ning oxiri yo'q, qarang. Dam olishingiz mumkin. Bu yerda so'ri bor, so'rida o'tirasiz. Oshxonalari bor. O'zingiz mahsulot olib chiqishingiz mumkin, lekin mana shunaqa gullarni ko'rganda men o'ylayman, hammani tabiati ochilib ketadi. Kelinglar albatta Nanay qishlog'iga, mana shunaqa mehmonxonalarda dam olishga albatta. Mana shunaqa chiroyli go'zal hovli. Gullar albatta. Mana shunaqa so'rlarda o'tirib dam olish mumkin. Va mana shu Nanay qishlog'ida yashovchi yigitlarimiz kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yigitlar. Yaxshimisizlar? Shu yerda yashaysizlarmi? Nechinchi sinfda o'qiysizlar? Siz nechinchi sinfda o'qiysiz? Men doktorlarga kiraman. Aka maktabda o'qiyman. Ha, ismingiz nima? Abdulloh. Abdulloh, nimani yaxshi ko'rasiz? Qo'lingizda nima bor? Bu so'k yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasizmi sizchi? Menmi? Ismingiz nima sizni? Ahadjon. Ahadjon, Abdulloh. Futbol yaxshi ko'rasizlarmi? Qaysi futbolistni yaxshi ko'rasizlar? Kim zo'r o'ynaydi? Men Abduqodir. Abduqodir. Sizga ham Abduqodirmi? Yashasin bizning futbolchilar deylar. Yashasin biz futbolchi. Sizlar ham futbolist bo'lasizlarmi? Kim bo'lasizlar? Futbolchi. Abdulloh bilan Ahadjon. Xudo xohlasa katta yigit bo'lganda sizlar ham O'zbekiston uchun o'ynaydigan futbolist bo'lasizlar, to'g'rimi? Yashaylik, malades. Hozir yo'lda to'xtadik. Tarvuzlarni ko'rishga. Shunaqa tarvuz ko'rganmisizlar? Buni kattaligini bilmayman, qanday deb aytishim bilmayman. Bitta tarvuzni taxminan shu 15-20 kilo atrofida chiqadigan tarvuz deb hozir sotuvchimiz shunaqa dedilar. Tarvuz kattaligini qaraylik. Voy, shunaqa tarvuzga endi tarvuz misol tarvuz ekan mana. Bu asosan bularning aytishlari bo'yicha to'ylarga olinadigan tarvuz ekan, ya'ni qiz chiqarganda, o'g'il o'ylantirganda. Bu esa qovunlarimiz. Qovunlar ham shunaqa taxminan. Qovunning kilosi qancha? 5 ming ekan. Qancha chiqadi mana shu katta qovun mana bu kilosi? Mana shu 60 minglik chiqadi. 60 ming. 10 kilo, taxminan 10-12 kilo.
15 kilo chiqar ekan qarang. Bu taxminan bir yarim metrlik qovun, Yarim metr bu. yarim metr, 1 metrga. 1 metrlik qovunlar. Shunaqa qovunlar bor ekan mana o'zimiz Jizzax qovunlari. Ha, to'g'ri ko'plar. Yaxshilab bular o'zi yuz qo'yish kerak. Ustida mana bunaqa to'ri ko'p bo'lsa shirin qovun chiqadi. Bunda ham mana to'ri mayda to'ri ekan, ko'p ekan to'ri. Qanaqa qovun deyiladi buni? Tarbiyada. Torpeda ekan, o'zi ham torpeda ekan, pobeda qovun ekan.